Bu gapim bilan nima demoqchiman? Ya'ni doktorlarimiz, medsestralarimizga o'ziga ravo ko'rgan narsani men sizlarga ilinib boryapman. Aynan bu mahsulot bilan siz bemalol yosharishingiz mumkin, ozishingiz mumkin. Bemalol hazm tizimingizni yaxshilab olishingiz mumkin. Dorilar bir joyga yaxshi bo'lsa, bir joyga albatta ziyon keltirishini esingizdan chiqarmanglar. Jigar sirrozini ham juda ham zo'r olma sirkalarimizni shifolab beryapti. Alhamdulillah deyman. Chunki bitta jigar sirrozi bilan klientimiz bordilar. O'shalar telefon qilib menga otziv qoldirdilar. Aynan jigar sirrozi bilan qiynalayotgandim. Xudoga shukr, olma sirkasini ichgandan beri juda ham o'zimni yaxshi his qilyapman. Tekshirtirsak, jigarim qattiqlashganda o'shalarim ham yaxshi bo'lib qoldi. Nilfarxon deb duo qilib qo'ydilar va sizlarga ham bu narsani yetkazib bermoqchiman qizlar. Kimgadir kerak bo'lsa bemalol zakazlarni berib yuborasizlar. Albatta Yunusobod 11 dan olib ketsanglar bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz ishlab yotishibdi va viloyatlarga через BTS pochta orqali chiqarib beramiz mahsulotlarimizni.